2026 yilgi yangi Ravon 2 bu zamonaviy shahar hayoti uchun mo'ljallangan ixcham, ammo qulay avtomobil bo'lib, o'zining yangilangan dizayni va yaxshilangan texnik xususiyatlari bilan e'tiborni tortadi. Ravon kompaniyasi ushbu model orqali haydovchilarga ishonchli, tejamkor va estetik jihatdan yoqimli transport vositasini taqdim etmoqda. Avvalo, tashqi ko'rinish haqida gapiradigan bo'lsak, 2026 Ravon 2 yanada zamonaviy shaklga ega. Old faralar LED texnologiyasi asosida yangilangan, radiator panjarasi esa kengroq va agressivroq dizaynda ishlab chiqilgan. Orqa qismi ham aerodinamik shakl bilan jihozlangan bo'lib, avtomobilga sportcha ruh bag'ishlaydi. 14 yoki 15 dyumli yengil qotishmali disklar unga yanada chiroyli ko'rinish beradi. Salon ichiga kirganingizda esa Ravon 2 sizni qulaylik va texnologiya bilan kutib oladi. Asosiy panel zamonaviy multimedia tizimi bilan jihozlangan bo'lib, unda 7 dyumli sensorli ekran, Bluetooth, USB va Android Auto Apple CarPlay qo'llab-quvvatlanadi. O'rindiqlar ergonomik tarzda ishlab chiqilgan, issiqlik tizimi va elektr oynalar esa standart tarzda mavjud. Texnik jihatdan Ravon 2 1.2 litrli benzin dvigateli bilan ta'minlangan bo'lib, u 85 ot kuchiga teng quvvat ishlab chiqaradi. Transmissiya tizimi sifatida 5 pogonali mexanik yoki avtomatik variantlar taklif etiladi. Yoqilg'i sarfi shahar ichida o'rtacha 6.5 litrni tashkil etadi. Bu esa uni o'z sinfida eng tejamkor modellardan biriga aylantiradi. Xavfsizlik masalasiga kelsak, 2026 yilgi Ravon 2 ABS, EPT, old va yon xavfsizlik yostiqchalari, orqa ko'rish kamerasiga ega. Bundan tashqari barqarorlikni nazorat tizimi ESP ham mavjud bo'lib, bu avtomobilni boshqarishni osonlashtiradi va yo'l sharoitida xavfsizlikni oshiradi. Ravon 2 ning yana bir afzalligi, uning ixcham o'lchamlari tufayli tor joylarda haydash va parkovka qilish juda qulay. Ammo shu bilan birga salon hajmi kichik oila uchun yetarlicha keng. Yukxona sigimi 200 litrdan ortiq bo'lib, orqa o'rindiqlar buklanganda bu hajm ancha kengayadi. Umuman olganda, 2026 yilgi Ravon 2 o'zining zamonaviy dizayni, tejamkorligi, xavfsizligi va qulayligi bilan shahar aholisi uchun ideal tanlov hisoblanadi. Narxi ham o'rtacha segmentda bo'lib, har bir foydalanuvchi uchun mos variantni topish mumkin. Ravon 2 bu zamonaviy hayot uchun yaratilgan ixcham, ishonchli va arzon avtomobil.